Adasi, ertaga uyimizda yig'in. Esingizda borasiz? Yig'in? Alo, boja. Ertaga qaynanangiznikida yig'in bor ekan, borasizmi? Siz borsiz, men ham aniq boraman. Ha, unda yaxshi. Men ham boraman. Oysa, men kel. Pochcham opamga 16 Pro Max sovg'a qilibdilar. Hozirgina storylarda ko'rdim. 16 Pro Max? Men tushunmadim. Siz qanaqa odamsiz? Biz ikkalamiz bir xil 11 podarka qilamiz deb kelishuvdik-ku. Arzon variantga chiqib qoldi. Bosib bora qoldim. Onajonisi, senga zo'r sovg'a olib keldim. Tez uydan chiq. Vau, mangami? Adasi, nima mashina bu? Bu Cherry Tiggo 8 Pro Max. Unda 3 qator o'rindiq bor. Butun oila bemalol joylashish uchun 360 kamera, tor joyda ham oson parkovka qilishing uchun. Adaptiv kruz kontrol, o'rindiqda massaj, isitish va sovutish bor. Rulda ham mazza qilib dam olasan. Buni dasha ovozda boshqarsang bo'ladi. Shuni aytasan, o'zi qiladi. Chunki men uchun eng qimmat narsa sensan, onasi. Voy, rahmat. Endi tez rasmga olganda istoriyangga qo'y. Yo'q, istoriyaga emas. Bir to'la opachangga tasha, ko'rsin. Cherry. Rostdan mashina podarka qildingizmi? Ha, rostdan? Kalbasiga ham pulingiz yo'q edi-yu. Cherryda 36 oygacha foizsiz bo'lib to'lash bor-ku. Shunaqaga olib bordim. Gap yo'q, boja, tabriklayman. Rahmat, boja. Mayli, sog' bo'ling, buyursin. Alo. Cherrymi? Menga 36 oyga bo'lib to'lashga 8 Pro Max, 9 Pro Max bermasanglar bo'lmaydi. Bojam uydan ketdi.